Bu yerda men yana sariyog' olishga harakat qilyapman. Sariyog' mana bunday olinadi. Kommentariyada ko'plar so'rayapti, sutmi, achigan sutmi deb. Yo'q. Sutni pishirasiz, qatiqni bitasiz. Keyin qatiqlar ko'payib qoladi-ku, o'shandan keyin kirgizaga solib, muz solib, suv solib aylantirasiz. Ustiga sariyog' chiqib olasiz-da, uni keyin xaltaga solib ilasiz. Mana qolgan suvini. Shunda u suzma bo'ladi. Mana kirgiza aylanyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Biz yaxshi, Xudoga shukr. So'rida Osiyo bilan maza qilib uxladik. Endi o'tiribmiz nonushta qilib. Kirgizani solib qo'ydim. Sigir sog'dim. O'g'lim choy ichib ketdi molga. Hovlilar shipirdim. Toza bo'lib qoldi va nihoyatda necha kundan beri paxta soladigan gilamni solganim uchun shipira olmayotgandim. Endi mana kecha shipirdim. Toza chiroyli bo'lib qoldi. Qo'yish bormi? Osiyo ko'za bu. Bu ko'zacha. Osiyo ko'za. Sochi patay bo'lib ketaveradi menikiga o'xshab. Kichkinaligimda men ko'za edim. Ha, ana akasi turdi, kelyapti. Hammaga yoqimli ishtaha nonushta qilayotganlarga. Mana bugungi sariyog'imiz shuncha chiqdi. Zo'r. Sir tayyorladim. Esimdan chiqib ketibdi videoga olish. Rosa ta'mi zo'r bo'ldi. Yaptım. Yaxshimi sekin? Dapti, yalang'och.
Eng oxirida yeysan. Asya. Omonlik, somonlik, hech ko'rmaylik yomonlik. Yanaga yangillarga o'ynab kulib yetaylik. Avvallari bilinchikka rosa ko'p qilardim. Hozir sabrim yetmaydi. Qilmay qo'yganman umuman. Shunga ko'p emas, ozgina xamir oldim, bo'lsa bir 10 ta chiqsin, ko'llikka bolalar yeb olsin dedim-da. Mana aytdim, kuncha ko'p qilmadim deb. 1 2 3 4 5 va birinchi pishgan yeb qo'yganmiz 6 ta. Lekin bular har biri ko'rpadek qalin qilib xamirini quyuq qilib qo'yibman. Suyuq qilsa yuqqa chiqadi-ku, xamir quyuq bo'pti. Mana bu ichiga yong'oq solganman. Rosa mazali bo'ladi. Bilinchikka yong'oq solib qilib ko'ringlar-da. Shunday qirsillab chiqadi. Gazda pishmadidan o pilta barib o'rtasini ko'proq kuydirib pishirar ekan. Bu yerda endi ko'p piyoz qovuram. Endi bu tova bo'shadi. Bunga 1 kilodek piyozni qovurib solamiz. Qovurib olib qo'yamiz. Chunki pizzaga xamir oldim. O'shanda bolalarga pizza qilib beraman. Bitta katta yo ikkita kichkina qilib. Chunki o'zim bugun sir tayyorladim-ku, ana shu sirni ishlatamiz. Pizza yeyishadi bolalar. Haylikum qizlar, haylikum deyiladimi, kech deyiladimi bilmayman endi. Biz endi oliy ma'lumotli emasmiz endi. Tushunib olaverasizlar mana. Bugunga xonim qilyapman. Nima qilishga boshim qotdi, oxir xonimga to'xtaldim. Meni kuzatib borayotgan obunachilarning rahmat sizlarga. Hammalaringizdan xursandman. Ma'muraxon opam, Mansurxon Ismatxo'jayevmi degan nima bilan chiqadi? Akkaunt bilan chiqadi. Keyin Umida bor. Bobur bor, Jasurbek bor. Yana kimlar bor? Juda ko'plaringizdagi ko'raman, taniyman, eslab qolishim qiyin, chunki asl ismlaringiz yozilmaganda, masalan, Nigor opam, faloncha opam, Fismadoncha opam deyman desam. Hozir kecha kommentlar o'qiganimda bir rahmat aytib qo'yay, ismlarni aytib dedim. Andijondan bitta emas, bir nechta, Farg'onadan ham bir nechta opalarim bor. Keyin Qirg'izistonlik opam bor. Qirg'izistonlik opamga ham rahmat. Qozog'istondan ham opalar, singillarimiz bor ekan, bizni kuzatayotgan. Rahmat, borlaringizga shukr. Sizlarga endi biron nima o'rgata olmasak ham, shunchaki o'zimizning hayotimizni ko'rsatib boraveramiz. O'rgatishga hech narsa bilmaymiz. Shunday xursand bo'ldim kecha ham kommentlarni o'qib, rahmat. Men haligi
o'tmishimni gapirsam birov yig'lab eshitdim debdi, iltimos yig'lamanglar, men sizlar yig'latgani telefonga chiqmayapman. Shunchaki haqiqatdan o'tmishim, hayotim, boshimizga tushgan kunlar. Hali bulardan qanchasi bor aytsam, hammasiga yig'laysizlarmi, yig'lamanglar. Men sizlar yig'latmoqchi emasman. O'zi hayot shusiz ham qiyin. O'shaning uchun kulib yashaylik. Hayot ham oynadek gap ekanda, kulib qarasang kular ekan, xo'mrayib qarasang xo'mrayib qarar ekan. Xudoga shukr, shunchalik borligimizga shukr. Millionlab odamlarda ichida orzu niyatlarimizga yetib yurganimizga shukr. Qanchadan qancha odam bor dunyoda. Ana bitta dugonam telefon qilibdi boya. Abitdan oldin yaqin dugonam, ham sinfdoshim. Nomeringni zo'rg'a topdim deydi. Xursand bo'lib ketdim, ancha gaplashdim. Ancha hangama qilib 1 soatdan oshiq gaplashibmiz telefonda. Keyin videolarimni ko'rib komment yozyapman deydi. Xo'jayinimni ismi bilan akkauntim deydi. Xo'jayinlar ismi bilan ekan, keyin ko'rdim, qarasam, e'tibor qilsam. Aytadi, bolaligimizda ham gapir Gulmer deydi, gapiring Gulmer deydi. Bolaligimizda deydi. Agar uni gapirsam, qarang, bunday bo'lardi-da. Meni onam qattiq qo'l va mehribon ona edi-da. Tojik bo'lib turib o'zbekchani o'rgangan bo'lsam, shunaqangi zo'r hangama qilar edi. Haligi qandaydir odamni o'ziga tortadigan qobiliyati bor edi. Erkakda ham, ayolda ham birdayda, bunday istarasi issiq edi onam rahmatlining. Keyin meni dugonammi, opchamnikimi, nima deydi haligi? Nargi katta opchamnikimi dugonalarimiz keladi-yu, bizni qo'yib onam bilan dugona bo'lib olardi-da, gaplashib o'tirardi. Ana shu yerda mana qarang, hozir men saniyman, agar o'shalar hali ko'rsa, Xudo xohlasa, endi nima videolarimiz ommalashib, hammaga tarqalib, ular ham ko'rib qolsa eslaydi. Qo'shnimiz abam bilan paxta zavodda ishlaydigan Nasib opa bo'lardi. Nasib opa ismli ayol bo'lardi, Namanganlik edi. Biz ham men dadam Namanganlik-ku. Shu yoshlar ulug' bo'lgani uchun abam rahmatli aba derdi ularni. Aba kelardi. Abani orqasidan qizlari kelardi. Gulyobcham, sinfdosh Santalat opcha. Santalatmi ismi? Ha, shunaqa. Keyin Sevimli sinfdosh Dildora qizi kelardi. Meni sinfdoshim Abdujabbor o'g'li kelar edi. Keyin bu yoqdan abamda yana bitta Vera opa degan dugonasi bo'lardi. Uni qizi Zina edi. Zina derdi, Ziyoda edi ismi. U kelar edi. Keyin Habba xola rahmatlining nevarasi Dildora chiqar edi. Shunday hovlimiz guvillab odam bosib ketardi-da. Hovliga joy solib, o'tirib hangama qilardik. Hali kechki ovqatni yer edik. Keyin yeb bo'lganimizdan keyin boya qizlar yig'lab turib olardi. Ayalariga, buvilariga, men ketmayman, shu yerda qolaman, shu yerda uxlayman desa, bo'pti deb tashab ketardi. Hovliga palas solib, uzun ko'rpacha solib, yulduz sanab, ana yulduz katta ekan, mana yulduz cho'michga o'xshar ekan, mana yulduz ayiqqa o'xshar ekan deb yotardigan qo'shni qizlar bilan-da. Shunday haligi onam haligi odamni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun odam ham kelaverardi, rosa mazza qilardi. Endi onamdek bo'ldim, uyolman, qattiq qo'lman, joyi kelganda mehribonman. O'g'limni, bolalarimni o'rtoqlari kelsa ham jon deb kutaman. Shu bo'lsam onamdek bo'ldim shekilli. Balki onamdek bo'la olmadimmi, bilmadim. Menim rosa mehmonni yaxshi ko'raman. Kecha tug'ilgan kunda videoga olib keldim-ku. Ana shu yoqqa borganimda xo'jayinimni bitta o'rtog'i meni ko'rib qoldi-da. O'rtoq deganimda ham u yoshi kichkina bola, lekin hamkasbi, birga ishlaydi. Ana shu bola so'rashib, "Yanga qandaysiz? Qani cholingiz kelmadimi?" dedi. Keyin "Yo'q, uyda yotibdi" dedim. "Men o'zim keldim" dedim. Keyin pichamining bilan videoga olsam, men qarab turgan ekan, "Nimaga olyapsiz deb. "Ha, shu" dedim, "Shunaqa YouTube'ga video." dedi. Keyin aytdiki, haligi "Yanga" deydi, "Men" deydi, "Sizni" deydi, "Shuncha yildan beri bitta qishloqda yashab" deydi, "Bilmayman ekan" deydi. "Ko'rgan bo'lsam kerak, avvalda" deydi, "Lekin bilmayman ekan" deydi.
Endi ko'ribman, endi bilibman. Hana kun deydi Sher aka deydi uyga chaqirdi-ku bizda o'tirishga deydi. Ana shunda bilibman deydi. Keyin Sher akamga aytdim deydi. Haligi Sher aka xotiningiz mamdek ko'tarib yuradigan xotin ekan. Qadriga yeting deb aytdim deydi. Nimaga unaqa dedingiz desam, mehmondirasiz zo'r kutar ekansiz, rahmat sizga deydi. Bilmasam oddiy kutdim lekin shunaqa deydi. Keyin rosa xursand bo'pti u bola. Rahmat u bolaga ham shunchalik e'tibor qilgani uchun. Uni ham bolajonlari bor, ayoli bor. Joni sog' bo'lsin, bolalarining baxtiga, ayolining baxtiga. Bularga ham oson emas, kun issiq, juda ham issiqda ishlashadi. Erta ketib ishlayapti. Baribir issiq, erta ketsa ham baribir isiydi. 1 soatdan keyin isib ketadi. Shuning uchun cholimdan anona ber, manona ber deya olmayman-da, bechora qiynalib ishlab keladi. U bola ham mana shu ishda ishlaydi. Boyano Apam rahmatlining o'sha dugonalari, keyin uning o'rtoqlari, qo'ni qo'shnilari shu bolalar bilan kelsa, masalan 4 ta 5 ta odamning o'zi ovozi uydan chiqqan ekan, qo'shnilarning bolalari ham chiqar ekanda, chiqardi. Mana orqadan haligi Sanjar bilan Siroj kelar edi. Keyin bu yo'lni bu yoqdan Orif degan qo'shnimiz bola, Orifjon, biz Orif derdik. Orif chiqar edi. Keyin ana shunday hovlida 24 yashin to'poloq degan o'yinlar bo'lardi. Kim biladi? Bilganlar kommentga yozib ketinglar. Ana shularda o'ynar edik. Shunday mazza qilib o'ynardik. Keyin haligi dadam ham bor payti, masalan, dadam uydaligida, onam bilan shu uyda haligi biz hovlida o'ynab yuribmiz-ku. Ular voy shovqin qilding, bor o'rtog'ingni hayda demasdi-da. Uyda televizor ko'rib o'tiraverardi. Meni dadam uyda yo'q kuni televizorimiz ishlamasdi. Rahmatli dadam televizorlarni, uskunalarni, toklarni zo'r tushunar edi-da. Keyin ana dadam uydan bir joyga ketsa, dalaga ketsa televizorimiz ishlamay qolardi. Ana boshiga burrib ishlatadigan televizor bo'lardi-ku. Keyin shu biz aytardik-da, dada siz ketmang uydan, ketsiz biz televizorimiz ishlamay qoladi derdik. Keyin ana dadam yillar oldin haligi onam rahmatliga ana oyoq kiyim tikib berdi-da. Ishga kelsan deb, bilmayman qanday qayerdan xayoliga kelgan oyoq kiyim tikib berdi. Keyin onam uni ko'rib, men kiymayman buni. Yo, bir kunmi, 2 kun kiydi-da ishga, paxta zavodga. Osiy shu yerdansan qizim? Keyin o'yna qizim. O'ynaver. Keyin bir kunmi, 2 kun kiydi-da, keyin men kiymayman buni ishga. Uyalaman o'rtoqlarimdan. Haligi zavod ishga emas bu, qo'l bola deb onam uyalib kiymayman deb kiymay qo'ydi. Keyin yillar o'tdi. Dadam qandaydir vaqtidan oldin tug'ilib qolgan odam edi deb o'ylayman-da, men hozir o'ylasam. Keyin yillar o'tdi. Makas degan narsa chiqdi. Makasda dadam tikuvdi. Qo'lda tikuvdi. Qayerdan prek miyasiga kelgan bilmayman, lekin makasni dadam qo'lda tikuvdi o'shanda. Onamga makas tikib berdi. Atrofimda katta-katta ipni chiqqan bo'ladi-yu, o'rtasi sal kirgan, mana barmoqlaringiz oldimda sal kirganda atrofimda tikilgan bo'ladi. Xuddi o'sha makasni dadam rahmatli onamga tikib berdi. Keyin onam yo'q kiymayman deb orqalibmi, uyalibmi kiymadi. Bir kun, 2 kundan keyin kimdir gapirgan bo'lsa kerak-da bechora onamga. Keyin jayn to'la to'kis yashamaganmiz, kambag'algina bo'lganmiz, aytdim-ku. Keyin dadam bir kun qildi. Darvozamizda tepasiga, darvozamiz yo'q edimi yo eski zamonda darvozasi bor edi. Keyin darvozamizni dadam buzib tashatdi. Shifoner bo'ladi-ku. Ana shu shifonerning eshigidan bir bolalar qilib, bir narsalar qilib darvoza yasab qo'ydi-da. Chiroyli qilib. Keyin opcham aytdi, "Yo'q, uyalaman men buni, olib tashinglar, yaxshi emas bu. Bu haligi shifonerning eshigiga bilinib turibdi" dedi. Keyin oradan bir 5 yil o'tdi yo 10 yil o'tdi, bilmayman. Xuddi o'sha shifonerning eshigidaqa mebelni ganji bor, haligi naqshchalari bor, bunday o'rgantiqchalar uyqirib oladi orasiga, ana shunaqa ganji bor darvozalar chiqdi. Keyin men aytardim, men dadam qanday bilar edi bularni, oldinroqdan bilar edi. Ana shu mebelni darvoza qilish xayoliga kelgan, moddiy tomondan imkoni yo'qligiga qo'l bola qilgan, xuddi o'shanaqa ganjli darvozalar keyin bunyod bo'ldi dunyoda. Kim biladi, mana 45 yoshli ayollar 20-25 yoshda shu ganjli darvoza olib o'rnatganda xursand bo'lishgan. Ana shu ganjli darvoza quruvdi dadam. Men dadamga aytaman-da, nimagadir oldinroqdan tug'ilib qolganga o'xshardi dadam.
Dadam erta tug'ilib, erta o'lib ketdi. Dadam hozir tug'ilish kerak edi. Zo'r biznesmen bo'lar edi. Shunaqa gaplar. Ana shunda qanday mazza o'ynardik, uyqumiz ham kelmasdi. Zina oylab biznikida yashardi. Saidahmad sinfdoshim uyiga borardi-da, keyin kelib biznikida yashar edi. Akam rahmatli bitta edi, Saidahmadni, abam rahmatli ikkinchi o'g'lim. Doim men bilan qolaversin, Fevziya opa ayasi bo'lardi. Fevziya qolaversin men bilan. Men buni yaxshi ko'raman. Haligi deb dadamni ismi To'lanboy edi-ku, bu To'lanboy derdi. Endi zo'r bola bo'lib ketgan Saidahmad sinfdoshim. Shunday qo'li gul anavi montaj qilardi, tok montaj qilgich bo'lib ketgan. Yaxshi bolalar bo'lishgan. Keyin Ziyoda degan shu abamda rus dugonasining qizi bo'lardi. Ana shu rus dugonasining qizi Ziyoda ham, Zina derdik biz. Ana shu ham hozir shunaqangi dahshat tortlar pishiradi. O'zi shunday YouTubedan, internetdan ko'rib ko'rgan biznesmen bo'lib ketdi ana shu qiz ham. Rasizlik bo'lib ketgan hozir ham. Xudo beraman desa, o'tirgan joyingizdan beraverar ekan. Bermayman desa, men harakatda yertirnang bo'lmaydi ekan. Ular shunaqa gaplar. Onamni hamma yaxshi ko'rardi. Bilmayman, endi hamma unutib yubordi. O'lding, o'chding-ku. Lekin o'sha paytda onam bilan rosa mazza qilib yashashgan. Keyin bitta qo'shnimiz bo'lardi, qozoq xotin. Ismi nima edi-ya? Ismini eslolmadim. Agar meni ko'rayotgan taniganlar ana shu qo'shnimiz Jahonda ayasini ismini eslasanglar yozinglar. Jamalay. Keyin Nazifami degan qizi bor edi. Zarifa, Nazifa degan qizlar bor edi. Jahonni degan o'g'li bor edi. Ular 8mi, 7 sinflarda, katta qizlar 8 va 7 sinfliklarda Qozog'istonga butunlay oilaviy ko'chib ketdi. Ana shu xotinam rosa abam rahmatli bilan dugona edi. Tug'ilgan kunlarida chiqib, tabriklab, o'tirib, o'ynashardi. Lekin onam ham yaxshi yashagan kunlari ham bo'ldi, lekin qiyinchiligi ham ko'p bo'ldi. Kimdir kommentariyaga yozdi, har o'yinda odamning xarakteri o'zgaradi deb. To'g'ri, o'sha opa to'g'ri yozganlar. Har o'yinda xarakteringiz ham o'zgaradi, taqdiringiz ham o'zgaradi. Nimagadir shunaqa. Taqdiringiz ham o'zgaradi. Onam ham bir chiroyli yashadi, yana 10 yil qiynalib yashadi, yana 10 yil dehqon bo'lib yashadi, yana 10 yil paxta zavodda yashadi. Ana shunday umri o'tib ketdi. Ana shunday haligi bu dugonam, Dildor dugonam ham ko'p buvisidan so'rab bizga uxlab qolar edi. Uzun ko'rpa solib, gaplashib yotardik. Abam rahmatli bolalikdan dugonasi bo'lgan Muhabbat opa degan ayol bordi. Hozir ham borlar, umrlar uzoq bo'lsin, bolalarni, qizlarni baxtiga, o'zini baxtiga avvalo. Shu Muhabbat opa ham kelardi, yotgani biznikiga. O'g'li kelardi, qizi kelardi. Mazza edi, lekin yaxshi kunlarimiz ham ko'p bo'lgan, faqat men sizlarni yig'latmay, uzr yig'laganlar. Yig'latmanglar, kerak emas. Men yig'latay deb sizlar bilan uchrashmayapman. Shunchaki mazza qilish uchun gaplashyapman sizlar bilan. Onam o'shanda hozir mana pishirgan bilinchigim bor-ku, o'shanga o'xshab ichiga yong'oq solib, yuqa-yuqada, meniki ko'rpadek bo'ldi-ku, yuqa-yuqa bilinchik pishirgandi-da. O'sha paytlarda. U paytda faqat markubcha salat bo'lar edi, keyin praynik bo'lardi, korjik bo'lardi. Bo'ldi. Unaqa pishiriqda ham, salatda ham turi yo'q edi. Keyin o'shanda shunaqa pishirib, orasiga sutdan atala qilib, tog'day qilib, ustiga keyin pichini maydalab sepib, tug'ilgan kuniga qo'ysa, dugonalar shunday mazza qilib, "Voy, Qurbongul, buni qanday qilding?" degan ekanda. O'shanda menga uncha xush kelmagan. Men u paytlarda shirinlikni rosa yomon ko'raman. Hozir nabordan o'sha chiqqandan keyin shirinlikni yaxshi ko'rib qolganman. Shunday yaxshi ko'raman shirinlikni. Avvallar rosa yomon ko'raman, bilmayman nimaga. Keyin anjirda ham yomon ko'rardim. Qizligimda to'yimdan keyin yaxshi ko'rib qoldim. Aynan qaldirg'ochchalar isib ketyapti bechorachalar. Osilyapti hammasi. 4 ta ekan bolasi, 3 ta emas ekan. Mayli qizlar, sizlar ham ishlaring qilinglar, men ovqatimni qilib olay, keyin yana gaplashamiz.
Tez qaynat Davlatbek. Xonimda o'choqda qilamiz. Buni qo'yamiz. Keyin buni qo'yamiz. Tep qolmasligi uchun. Mana o'zim bugun qilgan sirim, yarmini solamiz, yarmini pishar chog'i sovoramiz. Endi cho'ziladimi yo'qmi bilmayman. Cho'ziladigan sir bo'lmagan bo'lsa kerak bu. Oddiy sirda xolos qilamiz. Osiyo qizim. Mami. O canım. Mami. Uzoqcha yema bo'lsa bog'lash kerak. Kamron. Voy, ancha qopdi-ku. Tuxumim qolmagandi. Chekkasiga tuxum sarig'i surish kerak edi. Ichiga tuxum solish kerak edi. Men solmadim ham, surmadim ham. Endi yana sir solamiz. Endi xonimda kim yeydi sizlar pitsa yesanglar? Dada sassiq olib kelib qoldi, sassiqga solyapti. O'zi yo'q edi, kolbasa ham sassiq. Endi bor ekan sovuraylik. Kechira cholim ishlab bo'sh kelmaydi uyga. Nimalardir ko'tarib keladi bolalarga. Gel. Nasıl chiroyli sir bo'pti qo'l bola bo'lsa ham. Qo'lim gulda, qo'lim gul. Bo'ldi, endi bitta tiqamizda duxovkadan o'chirib qo'yamiz. O'chiramiz. Bo'ldi. Xonimimiz. Mana shunday o'choqda pishiramiz biz. Agar gaz tugab qolsa.
Kiwi. O'sha kivi. Kiwi? Ha. Hayır. Oy eshityapti senga. Am.